Hammaga assalomu alaykum. Operatsion tizim asosiy vazifalardan biri nima va nima vazifani bajarishini batafsil ko'rib chiqamiz bu videoda. Operatsion tizim asosiy vazifalardan biri bu kompyuterning apparat vositalari, protsessor, xotira, disk, qurilmalar va dasturiy ta'minotlar o'rtasida muvaffaqiyatlashtirishi, ishlashi ta'minlab resurslarni samarali boshqarishdir. Asosiy vazifasi shu, bizning protsessor, videokarta va boshqa narsalarimizda, to'g'ri ishlatib berish bo'ldi. То есть temirni jonlantirib beradi. Temirni jonlantirib bizga oddiy, lo'nda, sodda ko'rinishda ishlatishga yordam beradi oddiy foydalanuvchiga. Xo'sh, boshqa asosiy vazifalarni shularda ham ko'rib chiqamiz keyin. Birinchisi xotira boshqarish. Xotirani ham boshqaradi. То есть ma'lumotlarimizni operatsion tizimda, o'sha жесткий disk ichida saqlab, bizga chiroyli ko'rsatib chiqarib beradi. Ikkinchisi, protsessor vaqtni taqsimlash. Protsessor tezda ishlab berishga ham yordam beradi. Agar protsessor judayam mощный bo'lsa, kompyuter judayam zo'r, juda tez ishlasa ham, lekin operatsion tizim yaxshi ishlamasa va asta anaqa qilsa, operatsion tizimdan bo'ladi. То есть kompyuteringiz asta ishlaydi. Demoqchi bo'lganim, kompyuter judayam qimmat, kompyuter judayam tez ishlaydigan мощный protsessor, videokartalar zo'r bo'lsa ham, lekin operatsion tizim yaxshi bo'lmasa, kompyuter judayam asta ishlaydi. Shu narsa ham operatsion tizimga bog'liq bo'ladi. Ikkinchisi, fayl tizimini boshqarish. Siz bilsanglar agar, kompyuterlarda fayllarni chiroyli qilib saqlab qo'ygansizlar-ku, D disk, C disk, mapkaga joylashtirgansizlar-ku, bu ham operatsion tizimda vazifasidir. Operatsion tizim sizga mana shunaqa qilib bergan. Qilish anasini yaratib bergan muhitni. Qurilmalarni, boshqarish. Boshqa qurilmalarni ham bemalol boshqarishga ham yordam beradi. Masalan, printer, disk, klaviatura kabi, tashqi qurilmalar bilan bemalol ishlaysiz. То есть printer, klaviatura, mishka, sichqonlarni ham, bemalol ishlatsa bo'ladi-ku. Chiqarish, narsa chiqarmoqchi, dokument chiqarmoqchi bo'lsalar bemalol chiqarasizlar-ku. Bu ham operatsion tizim yordam beradi bunaqa narsaga. Foydalanuvchi interfeys ham chiroyli. Shuni sizga oddiy-ku, Windows'da kirib bemalol ishlatasizlar-ku, oddiy hammasi. Bu ham operatsion tizim sizlarga ana shunaqa sodda ko'rinishda chiqarib bergan. Shundan xulosa qilishimiz mumkinki, eng muhim vazifalardan biri bu kompyuter resurslarini boshqarish va ularni dasturlar orasidagi to'g'ri taqsimlash. Bu orqali kompyuter barobar, samarali va xavfsizligini ishlaydi. Menimcha savolga javob bo'ldi. То есть operatsion tizimlar asosiy vazifasi bu, videokarta, protsessorlarni to'g'ri taqsimlab ishlatib berish va то есть lo'nda tushuntiradigan bo'lsa, temir-tersakni jonlantirib bizga ishlatib berish. Mana shunday javob bersak bo'ladi bu savolimizga. Menimcha bu savolga javobni topdingiz deb umid qilaman va videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun hammaga rahmat.